Big Fishing. Assalomu alaykum. Big Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq ishqibozlari, do'stlar, qarindoshlar, hamkasblar. Bugun mana dikiga oxiri ilojini qilib chiqdim. Mana bunaqa joyga keldim. Chuqurligi zakenda yaxshi ekan, 2 metrga yaqin, lekin suv juda tiniq ekanda. Hozir mana aylanib joylarni ko'ryapman. Zaken chiroyli. Mana suv to'latsa ham bo'laveradi-yu, lekin tiniqligi ozgina yoqmay turibdi-da. U qamishlar tagida joylar qarang, lekin manatdan turib mana qarasam ham u tagi ko'rinyapti suvda. Hozir yana bitta joylar bor. Hozir men Selinikdaman. Selinikdan Qo'ntoriz Optim bozorda yonidan ichkariga kirganda o'sha atroflarni ko'ryapman. Hozir birorta joy topib o'tiramiz. Bu yerda o'zim bilgan bitta joylar bor. Joylar mana yaxshi ekan, u qamishlar tagini qaranglar, zo'r joylar bor ekan. Mana nimalar. Hozir yana bitta zakin bordi, o'shga borib ko'raman. Bugun dadam amakim bilan kelganman, ona mashinada turishibdi. Bat chuqurligi hamma yoq yaxshi ekan, ichida suv tiniqroq ekan. Shuning uchun boshqa joyga boramiz. Bugun vaqtim bo'lib qoldi ikiga chiqqani. Yana bitta zaken topib keldik. Suvi mutniy ekan. Eslaringda bo'lsa, zo'r zaken 2 deb batda nomlagan edim. Shundan keyin kelolmayotgandim. Oxir o'shga keldim, vaqt topib mana shu zaken edi. Zo'r zaken 2. Mana suvlar mutniy ekan. Qarmoq tashab ko'ramiz. Hozir tagi ko'rinmayapti. Chuqurligi batda o'sha kelganimda 1.20, 1.5 shunaqa edi. Mana ochiq joylar ko'p. O'rtasi ko'rinmayapti, suv mutniy. Tashlaydigan joylar bemalol. Hozir ko'ramiz mana. Agar so'raganlar, qiziqqanlar bo'lsa, mana mayta latoda oldi o'tiribmiz. To'g'rida uni suv omborda dambasi. Yozyomon suv ombor. Selinikdan kelish mana shu latoda oldi uni. Bunaqa joylar bor. Ko'ryapsizlar. Mana zakin. Mana shu yerda hozir natija qilishga harakat qilib ko'ramiz. Bugun dadamlar bilan o'rga chiqqanman, mana qarmoqlarni ochib tayyorlashyapti. Bugun dada endi mana shu yerda o'tiramiz. Qarmoqlar hamma yoq bor. Chuvachin, nompon, hamma narsani tayyorlab kelganman. Bugun harakatim yaxshi, faqat shu mayda baliq ushlab tashlasak bo'ldi. Mana do'stlar, zakenda oldiga kelib o'tirdim. Hozir mana shu qamish tagiga mana makka tashlayman. O'zingizlar ko'rib turibsizlar qanaqa joy. Qamish yotgan, o'sha qamish tagiga tashlab ko'raman. Oldin bat chuqurligi yaxshi edi. 1.5 metrgacha boradigan joylari bor edi. Hozir ozgina suv tushgan. Mana kechikani ko'ryapsizlar. Ozgina suv tushgan. Lekin qachon tushganligini bilmayman. Baliq olaversa kerak. Hozir quyosh mana oldimdan tushgani uchun ozgina xalaqit beryapti video qilgani. Hech nima emas. Baliq bo'lsa olaveradi. Videoni ham qilamiz iloji boricha. Boshladik do'stlar. Ikkita qarmoq olib kelganman. 360lik. Mana shu qarmoqdan ikkita o'zimga tayyorlab oldim. Bir xil qilib. Bugun mana chuvalchinlar bor. Xamirlar bor, 2 xil, 3 xil. Qani harakat qilib ko'ramiz bugun natija qilishga. Endi ikkidagi o'vim davom etyapti. Qarmoqlar tashlab qo'yganman. Hozircha faqat mayda tortyapti. Katta baliq tortmadi hali mana. o'ng tomondagi ko'ryapsizlar, nonni yetalayapti. Qani hozir ko'ramiz. Mana quyosh ozgina xalaqit beryapti-da. Xarob bo'lib qolyapti, lekin shu o'ng tomondagini tortyapti mana qarmoqni. O'sha qamishtagiga tashlab qo'yganman. Mana shuni tortyapti. Ikkalasiga ham hozircha non qo'yib qo'ydim. Xamir. Ikkalasini ham tortyapman, mana o'ng tomondagini hozir tortyapti mana kakras. Natija bo'lsa yo'q tashlayman hozir. Endi do'stlar dikida ahvolni ko'ryapsizlar. Mana shunaqada mana. Kelasan, suv past, faqat mayda totallik qilib. Chiqsa bitta verqaplovka bilan bitta karas chiqsa chiqadi, bo'lmasam yo'q mana.
Baliqlar boqib o'tiribman, mayda baliqlarni. Mana dikida mana shu ahvol, mana ko'ryapsizlar. Hech nima qolmagan. Dikiga chiqing deb YouTube'da ham, boshqa Instagramda ham, Telegramda ham aytilyapti mana. Dikiga chiqsang mana shunaqa qoldi, zerikasan. Hech nima tortmaydi. Faqat mayda baliq poplovda ikkilatib aylantirib nonni yeyapti xolos mana. Shunaqa gaplar do'stlar, mana dikida ahvoli. O'shaning uchun Gavhar ko'liga kelib, bizni ko'lga damni olib ketaveringlar. Biz ham endi o'sha yerda o'qilib yuraveramiz. Hozircha o'sha yerdaman, mabodo natija bo'lib qolsa ko'rsataman. Lekin ahvol mana shu mana. Hech nima tortmayapti. Faqat mayda baliq cho'qiyapti xolos. Yarim soatcha bo'lib qoldi kelganimizga, hali birorta normalniy poklevka bo'lgan yo'q. Endi 1-2 soat o'tiramiz, ataylab keldik. Natija bo'lib qolsa kechgacha o'tiramiz, bo'lmasa 1-2 soatda qaytamiz. Haligi o'tirgan joyim sayozroq ekan. Hozir ozgina pastga qarab yurdim, damba bor ekan. O'sha dambaga yaqinroq o'tiribman, o'sha damba bor ekan. Mana 20-30 metrdan keyin. Mana chuqurligi 1 metrga yaqin ekan, oshiqroq ham даже. Bir yo'la zontini qo'yib normalniy joylashdim. Hamma yoq bor. Endi agar mayda baliqni ushlashni iloji bo'lsa, mayda baliq ham tashlab ko'ramiz. Bitta ilonbosh ham bo'lishi kerak. Oddiy yumshoq xamir tashlab ko'rdim. Maydalar juda osonlik bilan yeb ketyapti. Keyin qattiqroq xamirlar tashlab ko'rdim. Sarg'irba qo'shilgan xamir tashlab ko'rdim. Chesnokli xamir tashladim. Hammasini osonlikcha yeb ketyapti. Dash tortmasdan yeb ketyapti. Xuddi o'zi erib ketayotgandek. Endi hozir malyoqqa harakat qilib ko'rdim. Mana shu ipga malyogniца yasab tashlab qo'ydim. O'zi malyognicam uyda qolibdi. Baklashkadan yasab tashlab qo'ydim. Endi malyogni ham tashlab ko'raylikchi. Agar malyogda ham olmasa, keyin уже yig'ishtirib ketsa bo'laveradi. Bugun dikkiga bir chiqib o'qilay dedim. Yo'q, tabiat bari boshqacha-yu. O'zimizni ko'lda baliq to'layotibdi, masalan, kuniga 40 kilo, 50 kilo olib kelib tashlaymiz. O'shandan ham dikkita u baliq olib qovurib yesam bo'ladi-yu. Bu baliq ovi degani bu baliq qovurib yeyish degani emas-ku, hammamiz bilamiz. Baliqchilar o'zi biladi. Baliq yeyish bilan baliq oviga chiqishda orasida katta farq bor. Qisqasi, yovvoyi tabiatdaman. Ikkita qarmoq tashlab qo'yganman mana. Bitta qarmog'imni tashlab qo'yganman, bittasini yig'ishtirib qo'ydim, vobloga ham ayta turibdi. Hozir mayda baliq ushlasam, mayda baliq qo'yaman bunga. Karaslar yuribdi ko'rdim. Katta verxoplavkalar ko'rdim. Ilonbosh bilan sazan ko'rmadim uni. O'shaning uchun mayda baliq qo'yib ko'raychi. Endi sazan pastda yuradi, ko'rinmaydi ancha-munchaga. Ilonbosh ko'rinib qolishi mumkin edi, hali kutdim, ko'rinmadi. Qarab borib keldim o naraqlarga. Eng chuqur joy mana shu ekan, Zakenda. Ammo Zaken chiroyli. Suvi Andijon kanali suviga o'xshagan, mutniy. Yarim metrdan yaqin ko'rinmayapti. Yarim metrli joylari, mana chekkalari sal ko'rinyapti, 40 sm joylari. O'rtalari Andijon kanali suviga o'xshagan, oq suv ko'rinmayapti. Hozir shu mayda baliq ham tashlab ko'raman endi ushab. Keyin mayda baliqqa ham olmasa, keyin yig'ishtirib qaytamiz. Natija bo'lsa tashlayman, bo'lmasam bugungi baliqni o'ni tugatsak ham bo'laveradi. Hozircha o'damiz. Mayda baliqni ham ushladim. Ikkalasiga mayda baliq tashladim. Hech nima tortmayapti. Baliq qolmabdi hisobda bitta. Cho'lchanda faqat mayda baliq tortyapti. Nonni mayda baliq yeb ketyapti. Agar mayda baliqni o'zini qo'ysa, hech nima tortmayapti. Bu degani faqat mayda baliq qolibdi-da.
Mana do'stlar, mana dikidagi u bo'ladi. Yovvoyi tabiatdagi u mana shunaqa bo'lyapti. Agar yaxshi joylar bo'lsa aytinglar. Endi men hozir bir kun ishlab, bir kun dam olyapman. Vaqtim bor, borib o'sha yerlardan u qilib sizlarga video tayyorlab tashlayman. Iloji boricha chiroyli obzor qilishga harakat qilaman deb chiqqan edim bugun. Ko'ryapsizlar ahvolni. Baliq tortmayapti. Bugun soat 7larga yetib kelgan bo'lsam, hozir soat 2-3 bo'lyapti. Hech qanaqa natija yo'q, 0. Bugungi ovimiz tugadi endi do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar. Yoqar ko'lga kelib o'sha yerda o'qib turaveramiz endi borib. Baliq ovga chiqib dam olib ketsa bo'laveradi, lekin baliqqa garantiya yo'q chiqishiga. Sog' bo'linglar.